Dal hozirgidagi vaqtda balalarimizni qilib bersakmi yoki oilada o'zimiz qilib yeysakmi vahshiy yeyishlik bo'lgan shakarlik to'lg'im qilish usulidan keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsin chuqum o'rganalaysiz, amsa o'rganish boshlaylik ketdik. Avval xamir jug'rimiz chiqqach atrofidagi unning ustiga oz miqdorda tuz, yarim qoshiq echitqi, yarim qoshiq suda va muvofiq miqdorda oldin tushitib olgan may qo'yamiz. Oxirida bir tal xo'rozning tuxumini chiqib, muvofiq miqdorda suv qo'ygandan keyin xamir qilib jug'irib olamiz. Keyinida xamirni o'ltib, men mushalatda o'lgandan keyin xamirni 3 bo'lakka bo'lib olamiz. 2 bo'lakka kichikroq, 1 bo'lakni cho'nroq bo'lgandan keyin cho'nroq bo'lkiga 2 siqim atrofida shakar solib, xamirimizni to'liq ishlab, shakarni to'liq eritib, zuguliq qilib olamiz. Qeypqaga 2 parchasini bo'lsa shakar qatmaymiz do'stlar. Mushalatda zuguliq qilib olsak bo'ladi. Orqadan bu 3 parcha xamirimizni echib olamiz. O'tirg'i bo'lsa shakar qatgan cho'nroq xamirimizni qo'yamiz. Ikki tarafiga bo'lsa shakar qatmaganini solib, har bir qatiga mana ma'nodagi suvni yengil surkayotgandan keyin birsiga jipslashtiramiz. Shuni eskartib qo'y do'stlar, o'tirg'i shakar qatganni ikki tarafiga bo'lsa shakar qatmaganini jipslashtiramiz. Ondan keyin ustiga yengil holatda no'g'uj mag'iz yetiblar. Suratdagidek cho'ng kichikligini men mushalatda kesib olsak bo'ldi. Ondan buni tugish usuli bo'lsa, tayyor qilib olgan xamirimizni yan tarafga ikkini burab, birini besasaklar bo'ladi. Men mushalatda to'liq tayyor qilib olgandan keyin qozonga bulg'anmadan xoli va ijli o'lcham ishlangan alnorina tunji siqim 1-darajalik zarangiz maydini ko'proq qo'yib, may qiziganda bir-birlab selib, o'tning besimini normal qilgan asosda ost ustini raus to'liq sarg'aygandan keyin suzib olib, keyinida 2 cho'mich suvning ustiga 2 cho'mich oq shakar selib, to'xtamay qo'ysak, men shunday ko'pikcha paydo bo'ladi. Ondan beyaz alıqlı belvağalarımız qazana töküp, üstüge muvafiq miqdarda kunchi chechib, tez suratda to'xtamay aralashtiriblar taqsigilib iste'mol qilishni boshlasak bo'ladi, shunchalik oddiy. Amsa oxirida ajrimga haqsiz yurakdan birini besib, piyonlar rayoniga gullarni ko'plab yo'llash bilan birga meni qaytib olsanglar, bundan keyin texim nodir mazmun kun o'zinglar bo'ladi. Kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.